Charlie Hebdo. Non, pas de question. Cher prophète, Aziz va sevimli payg'ambarim, aujourd'hui à l'école, bugun maktabda o'qituvchim bizga seni chizishni topshirdi. Men rasm chizishni yaxshi ko'raman, ammo seni hech qachon ko'rmaganman. Shuning uchun ko'zlarimni yumdim. j'ai vu une larme dans Shunda onam sening hayoting haqidagi qissani o'qiyotganida ko'zidan yosh oqayotganini ko'rdim. prier toute la nuit. Otamning turlari turib ixlos bilan namoz o'qiyotganini ko'rdim. Rire, alors qu'elle Ko'chada endigina haqorat qilingan bo'lsa ham opamning tabassum qilayotganini ko'rdim. vu mon meilleur ami Eng yaqin do'stim aslida ayb meniki bo'lsa ham mendan kechirim so'rayotganini ko'rdim. Men ana shu manzaralarning barchasini chizmoqchiman. ici on veut Bugun odamlar hamma narsani ko'rishni, hamma narsani kuzatishni istaydi. fermer les yeux et je Ammo men ko'zlarimni yumdim va seni men tomon kelayotganini ko'rdim. Sen biz tomon kelayotgan eding. Yuzingda esa dunyodagi eng go'zal tabassum bor edi. comment Axir men bunday mukammal tabassumni qanday qilib chizaman? Men buni o'qituvchimga tushuntirmoqchi edim, ammo u gapirishimga ruxsat bermadi. Lekin undan xafa emasman. Ehtimol u ko'rmagan insonini sevish nimaligini hali bilmas. quelqu'un qu'elle ne voit pas. Ammo men seni hech qachon ko'rmagan bo'lsam ham Je ne sais pas seni yaxshi ko'raman. mais j'aime écrire. Men rasm chizishda unchalik mohir emasman, ammo yozishni yaxshi ko'raman. Senga maktub yozish menga juda yoqdi, ey Allohning rasuli. Quelques secondes. Qani edi, sen bizning oramizga yana bir bor qayta olsang. Hech bo'lmasa bir necha soatga, bir necha daqiqaga yoki bir necha soniyaga. Shunda u hammasini tushunardi.